Odam cho'milayotgan paytda suvdan tok urib o'lib qolishi mumkinmi? Albatta mumkin. Suv siqishdan tok urish oqibatida inson hayotiga xavf tug'iladi, hattoki o'limgacha olib borishi mumkin. Nimagaligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ko'rayotganinglar Ariston buning ichida 1,5-2 kilovatli ten turadi va tenni yorilishi oqibatida to'liq 220 volt tok ajralib chiqadi va suv bilan tokka aralashish oqibatida tok kuchi yana ham kuchayib inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Yana bitta narsa, mana bu ko'rayotgan narsalar zazimleni deyiladi. Agar bu zazimlenlarni sizlar Aristonga o'rnatadigan bo'lsanglar, hech qanaqa tok urmaydi degan videolar internetda tarqab ketgan. Bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Nimagaligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Agar sizlarni Aristoniylarning ichidagi teni buzilgan bo'lsa yoki yorilgan bo'lsa, bunaqa apparatlar sizlarga umuman foyda bermaydi. Shuning uchun qo'l yuvayotgan paytingizda tok urganini sezadigan bo'lsanglar, darhol Aristoniylarning ichidagi tenini alishtiringlar. Bu videoni bo'lsa, xuddi shunaqa qo'lim yuvayotganda tok uryapti degan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar, zero manfaatli bo'ladi. Xuddi shunaqa santexnikaga oid foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Elistroy mahsulot emas, yechim taklif qilamiz.